Hozir mana Tojikistondagi kapsula zavodiga keldik, yetib keldik hozir. Endi xudo xolasa ichlarini, sherlarni bir qator ko'ramiz. Zavod ish jarayonlari yurib turgan bo'lsa, ish jarayonlarini ham olaman. Xudo xolasa hozir men o'ylagandan nihoyatda katta ekan. Selam mana nihoyatda katta, biz o'ylagandan ko'ra ob'yomi ham hali kirgan zavod ichiga sifati ham kuchliga o'xshab turibdi. Joylaridan, hamma yo'g'idan qayerga borsangiz ham birinchi o'rinda tashqi ko'rinish, intizom birinchi o'rinda turadi. Hozir rahbar oldimda ketyapti. Hozir ichkariga kiramiz, xudo xolasa. Buni bir qator ko'rsataman. Zavodga kirish, hozir zavod ichiga kirib ketyapmiz. Hozir ko'ramiz, nimalar bo'lyapti. Bu nimaligini bilasizlarmi akalar? Xo'p, bu narsa biz sebab iste'mol qilyapti turgan Fanta, Cola, farqi yo'q, lipoy narsani paketlashgasiga seriyo bo'ladi. Hammasi mashlarida tashkil topgan. Hozir mana shunaqa narsa chiqargan zavodga yetib keldik. Kapsula deyotgan. Hozir mana skilati tayyor mahsulotlar. Menimcha bir laboratoriya bo'lsa kerak. Yoki qopqon ishlab chiqaradigan joy. Pechat bosadigan. Ha. Bu qopqoqni ustiga pechat bosar ekan. Yaxshilanmadi. Hozir ajoyib joylarda yuribmiz. Hozir zo'r bo'lyapti. Yangiliklar. Yangi pol, yangilik bo'lyapti. Chiqargan mahsulotlarini, brendlari. Assalomu alaykum. Pokizachiligiga besh ketdi. Hamma yo'g'i o'ta pokiza. Gap yo'q. Zavod postoyanni artib tozalab yuradik. Xudo xolasa seriyalardan muammo yo'q ekan. Buralar tuzyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r, hamma yo'g'i. Xudo xolasa bizga bular hozir taklif bilan borishadi. Bizga seriya yetib beramiz deb. Biz ishlatyapgan mahsulotlardan obrazец ham borishadi ular. Ko'rdik, sifatlari zo'r chiqdi. Endi ishonch hosil qilish uchun biz yetib keldik bu yerga. Biz o'ylagandan ancha zo'r. Xudo xolasa mana har bitta qadamimiz foyda bo'lyapti. Xudo o'z ishimizni o'nglayapti. Mana ko'rib turganlaringizdek, zavod nihoyatda katta. İşte yurishini ko'rsangiz, mana seriyalar sifatlarini ko'rsanglar, zo'r. Xudo xolasa inshaalloh bizga yana ham bu plus bo'ladi. Sifatimiz yana ham oshib o'sishiga xudo xolasa yordam bo'ladi. Başa aparatı akalar ko'ringlar mana. Bu nima ishlab chiqaryapti desanglar, qopqoq ishlab chiqaryapti. Buni aparatini emas, aparatini so'ramayapman narxini. Mana shu bitta qolipini o'zini narxi nechta deb o'ylaysizlar? Yoki o'zini aytib qo'ya qoling. Mana shu qolipini o'zi 1 million dollar ekan. 750 ming euro, 1 million dollar ekan. Bu bana 5 litrli, 10 litrlilarda qopqog'ini ishlab chiqaryapti. Yani allambalo zavodga yetib keldi. Ovoz nihoyatda baland. Hozir qattiq gapiryapman. Mikrofonda bilmadim qanaqa eshitilyapti ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Men umrimda ko'rmadim bunaqa zavodni. Studio yaptı bana. Badette akalar kapsula şey yaptı, pul şey yaptı. Pul yoğurup şey yaptı.
hozir aytib o'tganimdek $1 million holatdan paletda ancha muncha bor ekan. Serob aka. Hatta dollarlar mana yana tushib kelyapti. Hammaga mana shunaqa zavodlar ochib, katta bizneslar qilish tasdiqdan doim bundan ham kuchliroq zavodlarni O'zbekistonga quraylik. Bekardan bekar bu yerda yurganimiz yo'q. Xohlasa mana hozir bet laboratoriya xona, bet laboratoriya ekan. Вот это сырье, какое было использовано, и вот здесь как бы геометрия полностью. Исполнитель ответственный. Да, вот здесь есть, да, лаборатория. Вот. Это добро будет. Это да, мы даем добро, мы сами даем добро. Понимаете? Это соответствует. Hozir shartnomalar bilan tanishyapti. Hop, qilib turgan, chiqarib turgan serialariga hozir sertifikat olganliklarini va necha yilgacha kafolat berishini aytib o'tyapti. Hozir bu apparatlar ba'zilari stanoy uchun havo beradi, ba'zilari bo'lsa zavodning ichini temperaturasini nazorat qilish uchun mana shu narsalar kerak bo'lar ekan. Hozir bu yerda akfa mahsulotlari uchun narsalar ishlab chiqarilar ekan. Ko'rib turganlaringizdek bet ham ishlab chiqarish va sklatini ham bitta joyga joylashtirishgan ekan. Hozir mana shu zavodga yetib keldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Qaranglar mana. Tayyor mahsulotlar sotuvga tayyor bular. Bu tomonda ishlab chiqarishar ekan. Hozir o'ta maza qilyapman, nimaga desanglar, borgan sari ishlab chiqarishga bo'lgan shijoat o'sib boryapti. Hali biz boshlang'ich hali nima deydi, maktabga tayyorlov bo'ladi. Shu etapda ekanmiz deb o'ylab qoldim men. Endi birinchi sinfga borishdan oldin bir tayyorlov bo'ladi bog'chada. Shunaqa etapda ekanmiz. Hozir ko'rsatgan mahsulotlarimdan mana bunday derazalar ishlab chiqarsa bo'ladi. Uylar uchun, domlar uchun ishlatilyapti turgan zamonaviy mahsulot ekan. Agar shu sohadagilar bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, import qilib O'zbekistonga olib kelib sotishlaringiz mumkin. Bet zavodida turibmiz hozir. Hozir mana yerda oshxonasiga kirdik. Oshxonasi ham o'ziga yarasha xos, shinam joylar ekan. Hozir bu yerda xodimlar ovqatlanadigan joy ekan. Xullas bitta so'z bilan aytganda gap bo'lishi mumkin emas. Bet hozir peredatsiya joy ekan. Kiyimlarni alishtirib ishga chiqib ketadigan va ovqatlanishdan oldin albatta rabochiy kiyimini yechib, ko'chaga kiyadigan kiyimini kiyib, toza pokiza kiyimini kiyib, obedga kiritilar ekan. Обязательно tekshirilar ekan. Ust-boshda alishtirmasdan rabochiy formada ovqat yeyish mumkin emas ekan. Hozir bitta narsa ko'rsataman, menimcha hayron qolsanglar kerak. Ancha-muncha ishxonalarda bunaqangi sharoit qilinmagan. Ishchilar uchun alohida mana trenirovka zallari juda katta bo'lmasa ham ixchamgina va hamma joyga yetarlicha ishlasa bo'ladigan trenajyorniy zallar barpo qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, nima uchun deydigan bo'lsanglar, bu narsani nima keragi bor edi? Shuncharoq sotdi. Ishchilarning sadoqatligini oshirish uchun va rahbarlar bilan ishchilarning o'rtasidagi atmosferani oshirish uchun. Hozir bundan oldin biz to'yga ham borganimizda ertaga bo'lyapti turgan voqealar ko'rsanglar, в общем, dahshat gap yo'q. Masaj xonasi ham bor ekan desam nima deysizlar endi.
Hozir bu yerda ko'rib turganingizdek Использование телевизора, потом считается, да? doimiy nazorat bor ekan. Messenjeri uzluksiz bo'lar ekan. Birinchi yordam uchun hamma mahsulotlar tayyor turar ekan. Hozir bu zavod tashqi ko'rinishlari. Bu zavodga kirish. Men sizlarga juda ham bahaybat bizga o'xshagan pechatli stanok ko'rsataman. Ko'rib hayron qolmanglar. Ko'ryapsizlarmi? Ulkan va kichkintoygina pechatli stanok. Hozir bu zavoddan chiqib ketyapmiz. Endi hozir polietilen sexiga ketyapmiz. Hozir yo'lga chiqdik. Hozir mana shu polietilen sexiga yetib keldik. Xudo xolasa. Hozir ishlari bilan ko'rib chiqamiz. Zo'r, taassurotlar katta bo'lyapti. Xudo xolasa yana ichlarini ham ko'raylikchi. Buni zavod desa bo'ladi endi. Tayyor mahsulotlar, seriyalar. Va xudo xolasa bu polietilenlar sifati nihoyatda kuchli ekan. Zamonaviy stanoklar gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Buni nima uchun video qilyapti turganimni hozir sababini aytaman. Sizlar ishonch hosil qilishlaringiz uchun. Hozir xudo xolasa bu zavodda O'zbekistonda dilerligini olmoqchi bo'lyapmiz. O'zimiz zavodga ham ishlatamiz. Hozir kecha kuni sifatlarini tekshirganmiz. O'zimizda chiqib turgan polietilenlardan ancha kuchliroq. Xudo xolasa buni dilerligini olsak, albatta sizlarga ham tavsiya qilamiz. Narxlari to'g'ri kelsa, sizlarga ma'qul bo'lsa, bir qator berib beramiz. Xudo xolasa ishlashamiz. O'zimizga o'xshagan zavodlarga ham taklif qilamiz. Agar sizlarga ham yoqsa, narx-navolari yo'q, hamma yo'g'i, sifatlari to'g'ri kelsa beramiz. Biz bekardan bu yerga kelganimiz yo'q. Uni tekshiryapmiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Balandligi stanokda o'zi 22 metr deyishyapti. Hozir video uchun olib qo'yyapman. Hozir albatta hamma narsasini tekshirib chiqaman. Bu yoq kishi mana eng katta rahbar bo'ladi. Kelayotgan hoji akamiz. Polietilen qanday ishlab chiqarilishi? Bunda. Hozir bu stanok koronatsiya apparati ekan, to'kirish jarayonlari bo'ladigan apparat bo'ladi bu. To'kda muammo yo'q. Aktivator asha to'kiradigan bo'ladi. Umuman muammo bo'lmaydi. Bunga bemalol pechat bossak ham bo'laveradi. Polietilenga. Xudo xolasa, hozir niyat qilyapmiz. Hozir bu yerda mahsulot oladigan bo'lsak, 6 tali ko'pchilik bizdan so'rayapti, tualetning bumagiga ham pechat bosaylik deyapti. Bunga yechim qilamiz. Xudo xolasa uni ham bir yo'lga qo'yishni harakatidamiz. Xullas kalom, bitta oziq-ovqat emas, nooziq-ovqat, parfumeriya, aptekami, dorixonami, tualetning bo'lmagami, sodami, libboy sohani paketini ishlab chiqarmoqchimiz. Nimani qadog'lash kerak bo'lsa, qog'oz korobkadan tashqari salafanli narsa bo'lsa, hammasini qilmoqchimiz hozir. Shuning uchun hozir izlanishdan to'xtamayapmiz. Ko'rib turibsizlar, nihoyatda kuchli apparat. O'sha stanokda o'zi $2 million ekan. Men adashib ketibman, $2 million emas ekan. 2 million yevro ekan, taxminiy hisobda bir 2,5 million dollar bo'ladi. 2,5-3 million dollar bo'lsa kerak. Stanokda o'zi. Bu yerdagi turgan seriyalar behisob.
ishonch bilan aytaman, avvalo Xudoyu, endi hech qanaqangi uzilishlar bo'lib qolmaydi deb ayta olaman. Bilan hozir videolarim juda ko'p uzun. Hozir bugun yana qaytamiz endi O'zbekistonga, Toshkentga qaytamiz. 1-2 soatlarda hozir o'ta katta zavoddamiz, polietilen zavodida. Hozir bular bilan O'zbekistonda dillerligini olishdi, shartnomasini qilyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh O'zbekistonga o'zimiz tarqatishni yo'lga qo'yamiz va o'zimiz ishlatamiz. Serioda umuman muammo yo'q ekan. Sifatlarga gap bo'lishi mumkin emas, o'ta katta bir ikki zavod bo'lib 70 million dollar atrofida pul ishlatishgan zavodga umumiy hisobda betni o'zi Tojikistonda prezidenti kelib ochib bergan. Hozir mana yerda isboti bilan ko'rsatib ketaman. Mana mashina o'qisanglar, albatta o'zlaringiz tushunasizlar. Betni ochilishiga Tojikistonda prezidenti o'zi shaxsan tashrif buyurib bu zavodda ochib bergan ekan. Hozir biz kapsula zavodiga ham bordik, polietilenga ham keldik. Videolarimiz juda uzun va qiziq bo'ladi sizlarga. Men uni Toshkentga borib, Xudo xolasa YouTube'ga joylashtirishga harakat qilaman. YouTube'ga joylab, storiyaga qo'yaman. Vaqtlaringiz bo'lganda o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Rivojlanish uchun nihoyatda katta imkoniyatlar bor ekan. Biz faqat o'zimizga cheklov qo'yib olamiz ekan. O'sish nihoyatda kuchli ekan. Chetlarga chiqqanda ham albatta zavodlarga borib ko'rish kerak ekan.